Assalomu alaykum barchaga. Mana IELTS o'quv markazimizda demak birinchi podkastimizni ham boshlab oldik. Xudo xohlasa bu podkastlar sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Kelinglar o'zi podkast nimaligiga ozgina to'xtalsak. Podkast o'zi aslida qanaqadir mavzudagi bitta suhbat. U bir kishi orasida bo'lishi mumkin, ko'pchilik orasida bo'lishi mumkin. Endi odatda ko'pchilik orasida bo'lsa bu intervyu deb ataladi. Bir kishilar orasida bir kishi o'zi suhbat bersa qanaqadir mavzuda bu monolog bo'ladi. Demak, podkastimizda qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, podkast davomida xudo xohlasa sekin-asta to'g'rilashga harakat qilamiz. Bu birinchisi. Umid qilamanki, keyingi chiqadigan podkastlarimiz albatta yanada sifatli, yanada foydali bo'ladi deyman. Xo'p, birinchi podkastimiz demak zerikish haqida bo'ladi, ya'ni boredom. Zerikish aslida nima? Keling avval zerikish nima ekanligini tushunib olaylik. Ko'pchilik shunday deydi: men zerikdim, chunki qiladigan ish yo'q. Ishoning, qiladigan ishlar juda ham ko'p. O'qish, qanaqadir orzular qo'yasiz oldingizga, maqsadlar qo'yasiz. Unga erishish uchun juda ham qattiq harakat kerak. Ya'ni endless effort deydi, tugamas effort, sa'y-harakat qilishingiz kerak. Chunki tasavvur qiling, siz maktabda o'qiyapsiz, maktabda qanaqadir orzular qo'yasiz yoki deylik maqsadlar qo'yasiz. Universitetga kirmoqchi bo'lasiz. Universitetga kirgandan keyin yana yangicha maqsadlar chiqadi. Deylik, ishga topshirmoqchi bo'lasiz universitetdan keyin. Keyin oila qurish, keyin yanada yangi maqsadlar, o'zingizni startup, ya'ni biznesingizni boshlamoqchi bo'lasiz. Yanada maqsadlar chiqaradi. Demak, bunga erishish uchun, bu maqsadlarga erishish uchun birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? Harakat qilishimiz kerak va zerikishdan ozgina xalos bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Aslida siz qiladigan ishlar juda ham ko'p deb to'xtaldik, lekin zerikkaningizda miyangiz ularni qabul qilgisi kelmaydi. Ya'ni qiladigan ishlaringizni qabul qilgisi kelmaydi. Tasavvur qiling, siz darsda o'tiribsiz, o'qituvchini tinglamayapsiz. Xo'p, mana shu tinglamayotgan paytingizda zerikish hissiyoti uyg'onadi sizda. Ozgina miqdorda bo'lsa ham. Deylik, tinglayapsiz, miyada har xil fikrlar o'ynab yuribdi. Ozgina 20-30% zerikish boshlandi. Demak, zerikish bu ish yo'qligi emas. Aytdik-ku, maqsadlaringiz juda ham ko'p, qiladigan ishlar juda ham ko'p. Ish yo'qligi emas, balki qiziqish yo'qligi yoki jalb qilinmaslikdir. Zerikishi asosiy sabablari o'zi aslida nima? Demak, zerikish ikkita asosiy sababdan kelib chiqadi. Birinchisi, qilayotgan ishingizni yoqtirmasligingiz. Tasavvur qiling, ingliz tili o'rganishni boshladingiz yoki bo'lmasam umuman ingliz tili demaylik, chunki bu podkastlarimiz IELTS yoki ingliz tiliga bog'liq emas. Sizlarga xudo xohlasa bu podkastlar orqali qanoq qilib foydali ilm olish, qanoq qilib to'g'ri maqsadlarimizni to'g'ri narsalarga yo'naltirishni o'rganamiz. Demak, qanaqadir sohani boshladingiz, deylik biologiya, kimyo, meditsina sohasini tanladingiz va shu fanlarni o'rganishni boshladingiz. Endi bu biologiya, kimyoni o'rganish uchun siz meditsina sohasini tanladingiz va o'zingiz yoqtirib kirdingiz bu sohaga. Lekin universitetga topshirish uchun bu fanlarni o'zi yetarli emas. Ingliz tilini ham o'rganish kerak. Endi nima qilasiz? Ingliz tilini yoqtirmasdan turib siz o'quv markaziga keldingiz. Nima degani? Xo'p, siz boshladingiz o'quv markazida ingliz tilini o'rganishni degani va o'sha 1 oy yoki 2 oy o'tib turib zerikishni boshladingiz. Chunki qiyinchiliklar kelishni boshladi. Yangicha til, miyamizni ishlatishni boshlaymiz va bu davrda inson, deylik 90% holatda inson zerikishni boshlaydi. Demak, birinchi sababi yoqtirmaslikdan kelib chiqarkan zerikish, ikkinchi sabab esa ma'no yo'qligi. Ma'no yo'qligi nima degani? Masalan, deylik imtihon uchun o'qiyapsiz, ichingizda orada keladi, fikrlar, o'y-xayollar kelishni boshlaydi. Bu o'zi menga nimaga kerak? Bu men o'zimni misolimda ham bo'lgan.
ingliz tili o'rganayotgan paytlarimni eslayman. Xo'p, oldimda maqsadim bor edi. Misol uchun diplomat bo'laman deb orzu qilgandim, ya'ni maqsad qo'ygandim, orzu qilib. Keyin o'shanga erishish uchun ingliz tilini o'rganishni boshlagandim. Endi kutubxonada dars qilib o'tiribman, o'sha xayollar kelishni boshlayapti. Bu o'zi senga nimaga kerak? Til o'rganish nimaga kerak degan xayollar kelgan. Keyin o'shandan boshlab zerikish kelib chiqishni boshlagan. Ya'ni darslarimda sifatlar tushib ketgan, dars qilgim kelmay qolgan. Oldinlari o'sha zerikish, mana shunaqa xayollar kelishdan oldin kuniga 8-10 soatgacha dars qilgan paytlarim bo'lgan, eslayman. Lekin shunaqa xayollar chalg'itishni boshlagandan keyin, zerikish boshlangandan keyin o'sha sirazi 8 soatdan 4 soatlargacha tushib qolgan paytlari bo'lgan. Demak, zerikishni asosiy ikkita sababi ishtiyoq yo'qligi, ya'ni qiziqishi yo'qligi bitta qilayotgan ishingiz uchun va ikkinchisi ma'no yo'qligi. Ya'ni qanaqadir ma'no topa olmay qolasiz o'rganayotgan narsangizdan. Demak, odamlarga doimiy ishlash, doimiy o'qish ham zerikishga olib kelishi mumkin odamlarni. Ya'ni demoqchimanki, faqatgina ishlab o'qiyverish ham kerak emas, to'g'ri. Ba'zida ma'no ham kerak. Hozir aytib o'tganimdek, ma'no yo'qligidan kelib chiqishi mumkin zerikish dedim-ku. Dars qilyapsiz 10-12 soatlab, lekin ma'no yo'qolib borishni boshlayapti. Demak, o'zingiz uchun qanaqadir ma'no yaratishga harakat qilib ko'ring. Deylik, ingliz tili o'rganyapsiz, meditsina sohasiga topshirmoqchisiz, lekin ingliz tili kerak universitetga kirish uchun. O'zingiz doim ma'no izlash uchun eslatib turing. Ya'ni ingliz tilini hozir o'rganmasam, universitetga kira olmayman. Universitetga kira olmaslik nima degani? Universitetga kira olmaslik degani meditsina, ya'ni o'zimni soham ham qolib ketadi degani. Endi eng asosiy joyga to'xtalamiz, ya'ni zamonaviy muammo, doimiy rag'bat. To'g'ri, ya'ni hozirgi paytda 21-asrda texnologiya asri bo'lib qoldi. Juda ham tez rivojlanib ketyapti texnologiya. Sun'iy intellekt, laptop, smartfon, xullas shu texnologiyalarni eng so'nggi modellari bir-biridan o'tish uchun rag'bat olib boryapti. Ya'ni eng kuchli kompaniyalar Apple'ni olamizmi, Samsungni olamizmi, juda ham tez bir-biridan o'tib ketish uchun rag'batlanishyapti, competition qilishyapti. Xo'p, bugungi kunda biz doimiy rag'bat beruvchi muhitga moslashib boryapmiz. Telefon, qisqa videolar, ijtimoiy tarmoqlar, bularning barchasi miyamizni tez zavqqa o'rgatadi. Xo'p, yoshlar uchun juda ham bir qo'rqinchli narsa aytmoqchi bo'lgan bo'lardim. Instagram, Facebook, endi Facebook ko'pincha O'zbekiston hududida ko'p ishlatilmasligi mumkin, lekin chet elda Facebook the most used, eng ko'p ishlatiladigan social medialardan bittasi. Yana TikTok, Telegram unchalik bo'lmasligi mumkin, lekin mana shu sanab o'tgan Instagram, Facebook, TikTok 3 ta social mediamiz yoshlar uchun eng katta xavf-xatar tug'dirayotgan social media, ya'ni ijtimoiy tarmoq ilova yoki veb-saytlari bo'lishi mumkin. Rag'batga o'rganib qolganda miya nima qiladi? Tasavvur qilinglar, Instagramda o'tiribdi bitta o'quvchi. Endi o'zim o'quvchi sifatida qarashim ham mumkin o'zimni. Instagramda o'tiribman. Nima qilaman? Reels ko'rishni boshlayman, ya'ni short videolarni ko'rish, qisqa videolarni ko'rishni boshlayman. Qisqa videolar scroll qilganimda, ya'ni pastiga tushganimda, deylik short videolar odatda 5 sekunddan tortib 1 minutgacha bo'lishi mumkin. Endi miyada har xil fikrlar tug'ilishni boshlaydi. Qanaqa fikrlar? Qiziqchilarni ko'rishni boshlayman. Yoki qanaqadir deylik foydali educational bo'lishi ham mumkin bu videolar, lekin baribir qisqa ular ham. Qanaqadir laboratoriyada eksperimentlarni ko'rishni boshlayman. Keyin qanaqadir odamlarni o'zini maqtanayotgan videolarni ko'rishni boshlayman. Endi bu ochiq oydan aytish kerak, ko'pchilik Instagramga maqtanish uchun kiradi.
qanaqadir erishgan yutuqlarini olib chiqadi videoga. Endi bundan nima kelib chiqadi? Ana bu orqada ko'rgan educational, comedian videolar qolib ketadi-da. Mana maqtanib chiqqan videolarga fikr juda ham sho'ng'ib kirib ketib qoladi-da. Oson erishsa ham bo'lar ekan-ku degan fikrlar tug'ilishni boshlaydi. O'zimda ham bo'lgan, yashirishni hojat yo'q. Bundan nima kelib chiqadi? Bundan uzoq reading qilib o'tirganingizda, ya'ni kitob o'qib o'tirganingizda yoki bo'lmasam ko'p misollarni ishlab o'tirganingizda matematikada zerikish hissi o'sha uyg'onishni boshlaydi. Nima uchun? Chunki miya o'sha signal beradi. Boya Instagramda ko'rib o'tirgan 10-20 sekundlik videoyimda o'sha maqtanib chiqqan inson hayotda endi maqtangan qismi, erishgan qismini ko'rsatganda, uni orqasida qancha effort, sa'y-harakat ketganini ko'rsatmagan. 10-20 sekundlik videoni ichida o'zining erishgan yutuqlarini olib chiqdi. Reading qilayotgan paytimda o'sha qisqa videolar mani miyamga o'sha attack hujum qilishni boshladi-da. Nima qilasan reading qilib yoki nima qilasan shuncha vaqt misol ishlab degan signal berdi. Va o'z navbatda bu zerikishni uyg'otishni boshlaydi. Attention tushadi, ya'ni e'tibor tushadi. Diqqat, e'tibor yo'qoldi degan o'sha. Endi nima qilaman? Yana ozgina motivatsiya olish uchun o'sha Instagramga qaytaman. Instagramda yana shortslarni ko'rishni boshlayman. Yana shunaqa bir xil turdagi kontentlar chiqishni boshlaydi. Bu o'z navbatda build up bo'lib, ya'ni qurilib ustiga tushib, zerikishni juda ham qattiq kuchaytirib boradi. Qanaqa qilib kuchaytirib boradi? O'sha keyingi safar reading boshlaganimda, o'qish boshlaganimda yoki misol ishlashni boshlaganimda oldinlari deylik 1 soat reading qilayotgan bo'lsam, endi 30 minutga tushishi mumkin yoki bo'lmasam 10 minutga ham bormasligi mumkin. Demak, zamonaviy muammolarni iloji boricha oldini olishga harakat qilishimiz kerak ekan. Endi eng muhim fikrni eshiting. Zerikish aslida bu muammo emas. Bu sizning miyangizga signal. Xo'p, qanaqa signal desangiz, siz hozir rivojlanish zonasidasiz. Ya'ni o'sha zerikarli tuyulayotgan narsalar agar o'sha muhitga moslashib zerikishdan qutulishga harakat qilsangiz, sizni aslida rivojlanishga olib boradi. O'qiyotgan narsalaringiz, qilayotgan ishlaringiz sizni o'zi aslida rivojlantiradi va bu juda ham ko'p kuch talab qiladi. Xulosa qilamiz, qiziqarli narsalar sizni o'zgartirmaydi. Endi nima qilish kerak zerikishni yo'qotish uchun? Umumiy maslahatlarni berib o'taman. Birinchisi, foydasiz rag'batni kamaytiring. Ijtimoiy tarmoqlarda kamroq vaqt o'tkazing. Hozir aytganimdek, miya qanchalik rag'batni ko'raversa, eshitaversa, uzoq muddatli narsalarni chetga surib qo'yishni boshlaydi. Ya'ni uzoq o'qishga o'tirganingizda yoki misol ishlashga o'tirganingizda o'sha miya qisqa narsaga o'rganib qolgan va uni qabul qilgisi kelmaydi. Shuning uchun rag'batlarni iloji boricha kamaytirishimiz kerak. Keyingisi, diqqatni mashq qiling. Darrov 2 soat emas, 10 minutdan boshlang. Haligi motivatsiya, ruh to'lib toshgan nima bilan kirasizlar-ku o'qishga. 2 soat dars qilaman, 3 soat dars qilaman deysizlar-da, shundoq o'tirasizlar. Keyin nima bo'ladi? To'g'ri, birinchi kun 2 soat dars qilishingiz mumkin. Sekin-sekin bu ikkinchi kuni zerikishga olib boradi 2 soat. Keyingi kuni juda ham qattiq zerikib ketasiz, uyquni keltiradi. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? 2 soatdan emas, 10 minutdan boshlang. Uzoq plan qo'ying. Maqsadlarni uzoqroqqa cho'zib qo'ying. Deylik, mana shu kitobni 1 haftada tugataman yoki shu misolimni 1 haftada tugataman. Deylik, 10 ta misol qo'ydingiz oldingizga, 1 haftada tugataman. Endi nima qilish kerak? Birinchi kun 10 minut qo'ying o'zingizga, ya'ni limit. 10 minutdan keyin bo'ldi. O'sha fikrni chalg'itish uchun boshqacha
deylik ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, kimyoni boshlang yoki bo'lmasam matematikani boshlang. Boshqacha fanga kiring. Keyingi kun nima qilasiz? Keyingi kun qaytib kelib 20 minut ishlaysiz. Keyingi kun qaytib kelib 30 minut. Shundoq qilib sekin miyani moslashtirib turib, uzoq muddat o'tiradigan tartibga keltirib olasiz. Keyingisi 3-maslahat zerikishdan qochmang. To'g'ri, zerikish odatda juda ham qattiq qiynavoradi odamni. Aslida hozir aytganimizdek, sekin-sekin moslashib turib 2-3 soat, 10 soatgacha olib chiqsa bo'ladi, miyani moslashtirsa bo'ladi. Va eng asosiysi, o'sha 10 soatga olib chiqqaningizda ham zerikish kelishi mumkin va o'sha nuqtada, o'sha paytda qochmaslik kerak zerikishdan. Kelgan paytda darrov telefonni olmangda, zerikish kelgan paytda. O'rniga o'sha miyani moslashtirishga urining, harakat qiling. Ozgina deylik 2 soat dars qilganingizda zerikish o'sha sekin boshlayapti, haligi hislar uyg'onish boshlayapti. Zerikish kelgan paytda o'sha telefonni shunda olmangda, o'zingizga bir 2 minut tanaffus berib turib eslating. Xo'p, nima uchun bu narsa kerak senga? Universitetga kirmoqchimisan, haqiqatan yaxshi hayot olib bormoqchimisan kelajakda deb eslatingda, keyin yana 2 minut o'sha tanaffus bo'ldi, davom etishni o'zingizga odat qilib oling. Xo'p, ozgina sabr qilsangiz, shunda qilib o'tib ketishni boshlaydi o'sha sekin-sekin, asta-sekin. Keyin bunaqa zerikish degan his-tuyg'u o'sha kelmay ham qo'yadi. Demak, yakuniy qism, xulosa. Mana videomizda zerikish nimaligi haqida, uni qanaqa qilib yengib o'tishni ko'rib chiqdik. Umid qilamanki, to'liq o'sha shu narsalar haqida gapirib o'tdim deb. Endi qarab turinglar. Bu videoda o'zi aslida sizlarga motivatsiya berishi yoki nimadir haligi sehrli narsa o'rgatishni maqsad qilmaganman. Bu videoda asosan shu zerikish nimaligi va uni qanaqa qilib yengib o'tish haqida gapirib o'tmoqchi bo'ldim. Endi ko'pchilik uddasidan chiqa olmaydi. Juda ham ko'p mashq qiladi, Lekin qarab turinglar, o'sha 100% deb oladigan bo'lsak, 10% yoki 5% orasiga kirishga harakat qiling. Bu nima degani? Bu degani o'sha kamchilikka orasiga kirdingiz va o'zingizning maqsadlaringiz sari boryapsiz degani. Bu degani 90%, 100% bo'lmasa ham 90% maqsadlaringizga erishish yo'lidasiz degani. To'g'ri, qiyinchiliklar juda ham ko'p bo'ladi yo'lda. Har xil fikrlar eshitasiz. Buni o'zing nima qilyapsan, nimaga o'rganyapsan? Keyin bu narsalar ham qo'shilib zerikishga olib borishi mumkin. Lekin oldingizga maqsad qo'ydingizmi? Bitta sohaga erishaman, zo'r kelajakda hayot quraman, o'zim uchun ham, farzandlarim uchun ham dedingizmi? Bo'ldi. Hech kimning gapini eshitmang, fikrni o'zingizga negativ tarzda qabul qilmang, balki pozitiv qabul qiling va harakatdan to'xtamang hech qachon. Zerikish keladimi? Muammolar keladimi? Qanaqadir? Vaqtim yo'q deb bahona qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam pulim yo'q deb bahona qilishingiz mumkin. Qarab turing. Vaqt juda ham ko'p. Ozgina uyquni kamaytiramiz. Bekorchilikka yig'ishtiraylik. Juda ham ko'p vaqt. Xohlasangiz, keyingi Xudo xohlasa podkastlarimizda chiqaramiz. Vaqtni qanaqa qilib taqsimlashni ko'rsatib beraman. Pulim yo'q desangiz, juda ham ko'pchilik o'sha hayotimda ko'rganman. Endi qisqacha to'xtalib o'tar ekanman. O'z aslida gapirmoqchi emasdim. Dubayga borganimda, xullas o'zimni boshimda o'tgan narsani aytib beraman. Insonlarni ko'rganman. O'sha xullas gaplashib qolganman bitta misrlik odam bilan. Aytib bergan, Misrda juda ham yashash qiyin. Sharoit og'ir, pul topish qiyin. Keyin aytayapti, $100 puling bormi? Sen katta boyvachchasan deyapti Misrda. Bu degani nima degani? Bu degani pul topish qiyin, lekin $100 o'sha insonlar uchun как oltin sifatida ko'rilyapti. Bizi Xudoga shukr, O'zbekiston davlatimizda qanaqa? $100 pul hozirgi kunda menimcha muammo emas topish.
Endi oldin to'g'ri qiyinchilik paytlar bo'lgan. Mustaqillikdan keyin o'sha yo'qchilik bo'lgan, puldan muammolar bo'lgan, ishsizlik juda ham ko'payib ketgan vaqtlar bo'lgan. Chegaralarimiz yopiq, xullas tashqariga chiqish qiyin bo'lgan, ishlash uchun, o'qish uchun. Lekin Xudoga shukr, hozir hamma joy ochiq, pul topish oson deb o'ylayman. Bu degani faqatgina bizdan harakat talab qiladi xolos degani. Iltimos qilgan bo'lardim, o'sha ozgina zerikishni chetga surib turib, miyamizni moslashtirib turib, qanaqadir bahonalar izlash uchun emas, qanaqadir bahonalar izlab emas, balki pozitiv o'ylab turib, maqsadlarimiz sari xolis harakat qilaylik. Xudo xohlasa 90% garantiya beriladi, maqsadlaringizga erishasiz. Keyingi podkastlarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' omon bo'ling.